Shu Nedikjonni do'stlar degan gapini yaxshi ko'raman-da. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Abu-Dabida muxlisimiz bor ekan, qanchadan beri kuzatasiz meni? Boshidan kuzataman. Birinchi kundan kuzataman, hozirgi kungacha. Rahmat. Umraga borganingizda ham ko'rganman, onangizni, adangizni ham ko'rganman. Shu onangizga ataganim bor edi. Men bu pilisos, sokavyjimalka, мясорубка, men bu suv qaynatadigan choynik, men bu dazmol. Uydagilarim juda ham xursand bo'ladi. Shuni oldinlari boriga barakada shunaqa narsalar chiqardiki, ko'rib o'tirardi. Hammasini oldim. Endi o'zlariga mana olib ketyapman inshaalloh do'stlar, yetkazib olib boraman. Uydagilarim juda xursand bo'ladi. Sizga ham kattakon rahmat. Eng qizig'i do'stlar, bular shunaqa narsalar, jamiki Abu-Dabida bunaqa narsalar juda arzon ekan, ha? O'zbekistonga yetkazib beryapti. Ha, meni Telegram kanalim bor, gruppam bor. Dubaydagi skidka joylaridan eng toza mollarni zakazga, nalichida bemalol jo'natib beraman. O'zbekiston bo'ylab Toshkentda sinimni do'koni bor, bemalol hamma narsani zakazga jo'natib beraman. Eng arzon narxlarda. Siz menga yozib tursangiz, men sizga podarka jo'nataman, chunki men sizni yaxshi ko'raman. Eng nima qilgan, ko'p kuzatadigan podpischiligizman men, muxlisingizman. Do'stlar, shunaqa sovg'alar endi uyga qaytgandan juda kutib o'tiribdi. Burchatkalar, uyga darvozalar qo'yiladi. Bularni Xudo xolasa uylansangiz bo'lar ekan. To'y boshlab qo'ying endi, xudo xolasa. Ko'ramiz, nasib qilgan do'stlar. Kuzatib turinglar. 2025-yil juda ham menga omadli keldi. Alhamdulillah. Kuzatib tursalaring do'stlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz nechkangizda? Telegram nechkangizda? Istoriya qo'yib qo'yaman. Ha, kanalimni qo'yib qo'ying. Davay do'stlar, men ertaga O'zbekistonda bo'laman. Bilal do'stimiz umuman tushunmadi. Inglizcha gapirish kerak. How are you? Good. I'm good. How are you?